Tez qog'oz qalaminglarni olinglar, sizlar bilan eskiz chizamiz. Oson. Birinchi qiladigan ishimiz komponovka qilamiz. Qog'ozni o'rtasidan chiziq tortib, tepadan va pastdan bir xil joy qoldiramiz. Keyin shu chiziqni 9 bo'lakka bo'lib chiqamiz. Eng tepadagi birinchi bo'lakka bosh aylanasini chizib olamiz. Ikkinchi bo'lakni 3 ga bo'lsak, yelkani topib olamiz. Qolgan chiziqlar o'zi aniq. Men harakatlanayotgan model chizib olman, shuning uchun ba'zi chiziqlarni qiyshiqligini o'zgartirib chiqamiz. Bo'yinni yelkagacha chizib olamiz. Endi boshni tepa qismidan bo'yingacha bo'lgan joyni 2 ga bo'lib, o'ng tarafga va chap tarafga shunaqa joylashtiradigan bo'lsak, ko'krak aylanasi paydo bo'ladi. Bel qismi ham bitta bosh kengligiga teng. Keyin hamma aniq bo'lgan chizmalarimizni shunaqa birlashtirib chiqsak bo'ldi. Aslida eskiz chizishda ma'lum bir qoidalar bor, lekin bu ijodiy ish bo'lgani uchun ba'zida nostandart eskizlar ham o'ziga xoslik bilan ko'riladi. 6-bo'lak tizza va uni tepasidan ozgina shunaqa teparog'idan yana qo'shimcha chiziq tortib olamiz va shunaqa ko'rsatilgandek qilib chizishda davom etamiz. Yurib kelayotgan modelni chizish albatta ozgina qiyinroq, lekin ishoninglar, bu ishni 50 martadan ortiq qilsangiz, albatta keyin bu ish sizga oson ko'rinadi. Qo'l tirsaklari bel chizig'ida. Shu tartibda chizib olamiz. Yordamchi chiziqlarimizni o'chirib, chiziqlarimizni silliqlab chiqamiz. Bo'ldi, tayyor. Mana endi xohlaganingizcha ijod qilsanglar bo'ladi. Bahonada men ham o'zimning kolleksiyamdan yaxshi ko'rgan kiyimlarimdan birini eskizini chizib oldim. Yozib ketinglar, sizlarga yoqdimi?